Ho'p, Hamdg'ofur aka, shu travmatologiya, ortopediyada kalsiy preparatlarini yoki kalsiyni o'rni to'g'risida birinchi gapirib beringlargina, keyin kalsiy preparatlarining turlari tarkibi bo'yicha qaysi eng yaxshiligi, qaysi holatda ishlatilganda siz qanday qilib ishlatishingiz to'g'risida umuman bizga tushuntirib bersangiz, bu ko'pchilik, masalan, men ham juda ham yaxshi tushunmayman buni. Agar kalsiy to'g'risida gapiradigan bo'lsak, mana masalan, kalsiyning roli organizmda juda keng, juda muhim, ya'ni organizmda bo'ladigan bir nechta haligi kalit elementlardan bittasida bu. Ya'ni hayotiy muhim jarayonlarda ishtirok etadigan asosiy rollarda o'ynaydigan elementlardan bittasi. Demak, biz har kuni organizmimiz o'sha 1000 milligram o'rtacha kalsiy qabul qilish kerak. Bu kalsiy o'sha hayotiy muhim jarayonlarda ishtirok etib, yana organizmdan chiqib ketadi. Ya'ni bizga kalsiy qabul qilishimiz kerak, u o'zini o'rnini keyingi kalsiy donaqasiga bo'shatib berishi kerak. Nima uchun bunday? Demak, doimiy kirib turish kerak va u ishlatilgandan keyin chiqib ketish kerak. Bu ikkalasi muvozanatda bo'lishi kerak. Da, xuddi shunday. Demak, bizga kirayotgan kalsiyning miqdori kam bo'ladigan bo'lsa, biz uni suyaklarimiz hisobidan qoplaymiz. Bu chiqib ketadigan kalsiy nima uchun chiqib ketadi aslida olganda? Bu boshqa organizmdan chiqib ketayotgan narsalar bilan aralashgan holatda chiqib ketadi. Bular asosan ovqat hazm qiladigan oshqozon ichak shirasi, ya'ni fermentlar tarkibida chiqib ketadi. Ikkinchi katta qismi bu o'sha oshqozon ichagimiz traktidagi hujayralarni, o'lgan hujayralarni tushib ketish hisobiga o'sha hujayralar bilan chiqib ketadi. Ya'ni o'sha hujayra ichagimizni ichki tomon devoridagi hujayralar juda ham kuchli immunitetga ega bo'lgan. O'sha ichakni ichida hosila bor-ku, o'ta zaharli, o'ta yovuz narsa, yovuz mikroblarga qarshi turadigan hujayralar, juda qalqon hujayralar. Ular o'sha hujayralarga kerakli bo'lgan kalsiy ularda mavjud va ular o'sha har kuni tezda o'lib o'rnisiga yangi kelaveradi. Ular qarishi mumkin emas. Agar qaraydigan bo'lsak, biz ichaklarimizdan kasallik yuzaga keladi va immunitetimiz tushadi. O'sha o'lib hujayralar tushishi natijasida uni tarkibida o'sha kalsiy chiqib ketib qoladi. Biz xohlasak, xohlamasak kunlak o'sha yo'qotish kalsiy bo'ladi. Demak, hujayralar almashinuvi bilan o'z-o'zidan kalsiy yo'qotadi. Da, albatta. Ana endi o'sha biz yetarli miqdorda kalsiyni olib tursak, organizmda balans bo'lib turadi va organizm hayotiy muhim jarayonlari azoblanmaydi, qiynalmaydi, qiynalishga uchramaydi. Va bizda o'sha hayotiy jarayonimiz bir xilda me'yorda kechaveradi. Kalsiy yetishmovchiligini sabablari. Demak, nima uchun bizda hozir kalsiy yetishmaydi? Ovqatlanishimizga e'tibor bermaymiz. Ya'ni kalsiyga boy bo'lgan mahsulotlarni har kuni regular tarzda biz qabul qilmaymiz. Ikkinchisi, o'sha yeyotgan kalsiyimizga qarama-qarshi bo'lgan narsalar ko'p. Mana misol uchun yog'lar. Biz o'sha kalsiyga boy bo'lgan narsalar yog'lar bilan, hayvon yog'lari bilan birga qabul qiladigan bo'lsak, ular oshqozonda va ichaklarda birlashib, sovunni hosil qiladi va tashqariga chiqib ketib qoladi. Ikkinchisi, mana hozir kofe ko'p ichadigan bo'lgan ko'pchilik, kuniga birinchi marta takror kofe ichadi. Kofe ichaklarda sunaqani kalsiyning so'rilishiga qarshilik qiladi. Kalsiy so'rilishiga butunlay qarshilik qiladi. Demak, mana shu hisobiga ham kalsiy kamayyapti. Undan tashqari yeydigan mahsulotlarimizda kimyoviy narsalar ko'payib ketdi. Bular hammasi o'sha oshqozon ichak traktidagi kalsiyning so'rilishiga kerak bo'lgan omillarni bloklab qo'yadi. Qaysi belgilar kuzatilganda kalsiy ichish kerak? Qanaqa kasalliklar kuzatilganda kalsiy ichish kerak? Demak, bizda kalsiy yetishmovchiligi kompensatsiya bo'lgan holatda, misol uchun bizga yetib turibdi, yaqinda boshlagan kalsiy yetishmovchilik, bu paytda biz hech narsa sezmaymiz. Ana endi bu surunkali tusga o'tgandan keyin bizda nima bo'ladi? Charchoq hissi paydo bo'ladi. Jismonan charchash hissi paydo bo'ladi. Asablarimizda qo'zg'alish paydo bo'ladi. Asabiy holatimiz ko'payadi. Sochlarimizda sinuvchanlik paydo bo'ladi. Tirnoqlarimizda qiyshayishlar paydo bo'ladi. Ovqat hazm qilishimiz qiynaladi. Qiyinchilik bilan o'tib boshlaydi. Demak, bo'g'imlarimizda qarsillashlar paydo bo'ladi. Mana asosan tizzamizda ko'p sezamiz, o'tirib turgan paytimizda haligi qorni g'irchillashiga o'xshagan g'irch qilib boshlaydi. Ana bu kalsiy yetishmovchiligi belgilari. Muskullarimizda, tanamizda og'riqlar, qaqshashlar paydo bo'ladi.
Mana kechki paytda ko'pchiligimiz oyog'imiz, qo'limiz qaqshab, uxlab olishimiz qiyin bo'ladi. Bu o'sha kalsiy yetishmovchiliklarning belgilaridan bittasi. Albatta bu narsalarda boshqa sabablari ham bor, lekin bu o'sha narsani biz ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa. Ana endi kalsiyni mana bu belgilari bo'ladigan bo'lsa, isbot qiladigan nimalari bor, tekshirish usullari. Misol uchun rentgen qilib ko'rishimiz mumkin suyaklarimizni, densitometriya apparatida ko'rishimiz mumkin, MRT qilganda ko'rishimiz mumkin va hokazo. Ana endi Qonda kalsiychi? Qonda kalsiy miqdorichi? Ana endi bu yerda bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Ayrim holatlarda mana shu doktorlarimiz ham, vrachlarimiz ham xatolikka yo'l qo'yishadi. Demak, qonimizdagi kalsiyning miqdori normal bo'lishi bu suyaklarimizdagi kalsiy miqdori normalligini bildirmaydi. Suyaklarimiz bu sklad. Skladdan kamayadi, lekin o'sha оборотda qonda aylanayotgan kalsiy miqdori normada turadi. Chunki organizm har doim harakat qiladi o'sha normada ushlashga. U pasayib ketadigan bo'lsa, bizda keskin tarzda kasalliklar yuzaga kelib boshlaydi. Boyagi belgilar kuchayib ketadi. Bo'ldi.